Assalomu alaykum o'rtoqlar. Meni ismim Abdulaziz, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda internetda eng mashhur bo'lgan top 5 tadan 10 tagacha bo'lgan mif lifehacklarni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Qani, o'xshaydimi, yo'qmi? Birgalikda guvoh bo'lamiz. Men video olishga ketdim bo'lmasam. Shoshmang o'rtoqlar, bitta narsa aytish esimdan chiqib qolibdi. Bu YouTube kanalni ochishimdan oldin juda ko'p yaqinlarim ishonishmadi menga, lekin men sizlarga ishonaman. 2 soniya vaqtingiz ketadi. Videoni to'xtatasiz, pastga tushasiz. Podpiska va like tugmasini bosib, meni podeshga qo'yinglar o'rtoqlar, sizlarga ishonaman. Men video olishga ketdim. Xo'p o'rtoqlar, biz lifehackni ko'rishga qaytdik. Birinchi lifehackimiz mana shu video. Для опыта нам понадобится шарик, пустая бутылка, уксус и сода. Xo'p o'rtoqlar, biz lifehackni sinab ko'rishni boshladik. Bizga bo'lmush paklashga soda, uksus, oddiygina shar. Sodani ochib olamiz. Ularga qiyin ekan ochisham bo'ldi. Men do'stim oching siz. Ungacha men uksus ochib turaman. Siz ochishingiz kerak. O'rtoqlar, shu joyga bitta narsani iltimos qilib ketishlardan, bu bizning birinchi videomiz. Podeshga qilib, hozir videoni stop qilib, pastga tushib, o'z fikringizni yozdirib keting. Bu narsa bu bo'lgandan keyin ko'rsalang, misol uchun o'xshaydimi, o'xshamaydimi, keyin fikrlarni yozib qoldiringlar kommentariyaga. Lekin hozir birinchi qiladigan ishlaring kommentariyaga tushib, keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini yozinglar, fikringizni keyin qoldiraverasiz. Like va podpiska iskan chiqmasin. O'zingiz do'stim, uksusimiz bor. Uksusni ichiga qo'yib qo'ysiz. Mana shuncha yetadi. Bu bo'lib ketadi. Qarami? Mana tikka suv tashimiz. Hop, yo'q, endi biz ozmi. Ha, sen qo'yamiz. Endi sharni ichiga sodan qo'yamiz. Qarasizmi? Ichiga. Oson bo'ladi o'yladim, bora aka video olishdi. Hop. Hamma narsamiz Boshlaymizmi? Ha, boshlaymiz. Biz qaytdik videoga. Hamma narsa tayyor edi. Boshlaymiz. Bo'ldi, boshlaymiz. Bizga kerak bo'lgani uksusni baklashkani ichiga soldik, sharni ichiga sodani qo'shdik. Endi bizdan oxirgi qadam mana shu sodani, sharni ichidagi sodani baklashkani ichiga to'kish. Lifehack tekshirib ko'rishni boshladik. Bu portlamaydimi? Yo'q, portlamaydi. Bo'ldi. Qarab. O'zim qoldim har doimgidek. O'xshadi men nazarimda. Aka qalay chiqdi? Omon kutmadim bundan bo'lishini. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Birinchi lifehackimiz o'xshadi. Ikkinchi lifehack ko'rishlar mumkin. Следующий миф гласит так, что помидор может подавить остроту. Поэтому мы взяли супер острые чипсы и супер острый соус. 12 миллионов там что-то там... Сковели, чувак. Сковели, поехали. Давай. O'rtoqlar, videoni ko'rdiling, biz sinab ko'rishni boshladik. Bizga bu lifehackda aytilishi bo'yicha achchiq chips kerak bo'ladi. Ikkita pomidor. Bu sut videoda yo'q, hayron qolmanglar. Bu o'zimiz uchun. Mabodo mana ikkita pomidor yordam bermasa, buni sinab ko'ramiz. Bu bizga yordam beradi to'g'ri. Sinovdan o'tgan. Hop, rus blogerlar tekshirib ko'rgan bu lifehackni. Biz ham qiziqib ko'rdik. Qani nima bo'ladi? Hop, ko'rishlar mumkin, bu achchiq chips. Bundan hozir yeb ko'ramiz. Lifehackda aytilishi bo'yicha achchiq chips yeyilsa, orqasidan pomidor yesa, achchiqlikni olar ekan.
yo'q qilar ekan. Bu narsani qani tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Mana tekshirib ko'raychi. Bunlar ham ochiq ekan aka. Yo Shomela bu battar hissa qilar ekanki, yordam bermadi. Shu yordam beraman. Chin ustoning. Mana bir pasta qatiq qanday desam bo'ladi? Sut to'g'rirog'i, ming marotaba adashib ketdim. Sut achchig'ini oldi, lekin pomidor battarlashtirdi bu narsani. Aka, joma achitdi shoni aka. Foydasi yo'q. Demak, ikkinchi live hackimiz ishlamaydi. Xo'p, o'rtoqlar, biz uchinchi live hackimizni sinab ko'rishni boshladik. Har doimgidek videoni shu tomonimda ko'rsam ham bo'ladi. Bunisi tomondan aka. Xo'p, o'rtoqlar, adashib ham bu tomonda ekan video ko'rishlar mumkin. Будет очень больно, но я смогу сделать. Все, короче, руки перемотаны. Ну давай попробуем, он уже красный просто. Это не. Xo'p, o'rtoqlar, uchinchi live hack ko'rdilar nima haqidaligini. Bu blogerlar aytish bo'yicha bularda mif o'xshamagan. Biz sinab ko'ramiz buni har doimgidek. Aka, u yordam beraverasizmi? Birinchi mendan boshlaysiz. Soatni bering marhamat. Amiz ikkaroqqa. Qattiqroq baylar. Hamma alamlar olingan. Bo'ldi. Hop. O'xshamasligi. İşte do'stlar. Bo'ldi. Aka, Men hech qanaqa kargoda ishlamagan. sizga rahmat aka. Xo'p, o'rtoqlar, biz videoga qaytdik. Birinchi bo'lib do'stim sinab beradi. Qani? Ey vashi. Ha do'stim, navbat. Mana ichkamni bular. Aka yomon baylabsiz buni. Aka, hammamiz bor ekan. Katta bag'lagingiz qarangda. Xo'p, endi men navbatim. Baribir chiqaman aka, qarab turing. Ben ham chiqarman balki. Yo'q. Ruslar iplagan, biz iplalmaymizmi aka? Hozir men yo'llarni topaman buni. Yo'llarni. Chiqdim aka. O'rtoqlar, men ham yo'llarni topaman. Sizlarni sharmanda qilib qo'ymayman. Ruslar iplagan, biz iplalmaymizmi? Men ham chiqardim-ku. Rus blogerlardan qolishgan joyimiz yo'q bizning. Bo'ldi. O'rtoqlar, 3-live hackimiz o'xshadi. O'rtoqlar, biz qaytdik. Bizda 4-live hack, to'g'rirog'i mif. Ko'rishlar mumkin bu tomonda. Слушай, следующий миф звучит так. Если взять скотч или тейп, приклеить на воздушный шарик, проколоть его иголкой, то ничего не случится. Xo'p, o'rtoqlar, videoni ko'rdilar. Bu mif, live hack deymizmi, mif deymizmi, aytilishi bo'yicha sharikda skotchga yopishtirib, sharga skotch yopishtirib, igna tiqsa yorilmaydi ekan. Qani, sinab ko'ramiz. Yetadimi yonishim? Bilan tashlab. Shunday hozir. Avval tuging. Ne yapayım? Skotch'a başlayalım. O'rtoqlar, skotchni yopishtirdik. Endi ko'ramiz, yoriladimi yo'qmi? Igna. Xo'p. Qani? Yo'q, aka, birinchisida yorilmadi, ko'rdingiz-a? Hozir nima deymiz hozir? O'xshadimi, o'xshamadimi? O'rtoqlar, kommentariyaga kirib, bu mif o'xshadimi, o'xshamadimi aytib yuboringlar. Biz ko'rib chiqamiz, shunga qarab sizlarga javobini aytamiz. Boshqa keyingi videoda. Xo'p, o'rtoqlar, biz 5-live hack olishni boshladik. Videoni
shunchaki ko'rib qo'ya qolinglar, qayerga qo'yishni ham odam bilmay qoldi. Следующий миф. Если намочить подгузник, получится искусственный снег. Проверяем. Hop, videoni ko'rdiling. Mana shu lifehackni birgalikda sinab ko'ramiz, lekin men o'zim ishonmayapman bu narsaga. Videoda aytilishi bo'yicha chaqaloqlar pampersida ichiga suv qo'yib, bizda 5-10 minut kutib turgandan keyin ichidagi mahsuloti deymizmi yoki material deymizmi, sun'iy qorga aylanadi. To'g'risi men bunga ishonmayapman. Qani birgalikda ko'ramiz. Tarelka topolmaganimiz sababli paket Çekilsin yapıyorsun. Uzun boy bilmiyorum. Yok. Ne tutsun? Nedir olay yapın? Uzoq 5 minut kutib turamiz. 5 minutdan keyin natijasini ko'ramiz. O'rtoqlar 5 daqiqa o'tdi, natijasini birgalikda ko'ramiz. To'g'risi men tasavvur qila olmayapman sun'iy qor chiqishigacha. Qani ko'ramiz. Aka, shoning chiqdi rostdan. Mayli. O'rtoqlar, ana. Aka, to'g'risi men o'xshamaydi o'yladim. Yana bir marta. Ko'rishlar mumkin. Mana sun'iy qor. Nima desam bo'larkan? Ko'rinishi qor, lekin o'zi qandaydir boshqacha narsa-yu, lekin o'xshadi. O'xshadi o'ylayman men. Ko'ringchi siz? O'xshab ko'r. Xo'p, o'rtoqlar, bizda 5-lifehack o'xshadi, ko'rishlar mumkin. Rostdan Xo'p, o'rtoqlar, bizda ko'rishlar mumkin. 5-lifehack o'xshadi, rostdan sun'iy qorga o'xshadigan narsa chiqdi. Lekin ko'rinishi qor, realni. Bu lifehackimizga nima desam bo'ladi? 10 baho qo'ydik. Zo'r o'xshadi. Bor. Xo'p, o'rtoqlar, o'zlaring guvohi bo'ldilaring. Hamma lifehack miflarni ko'rsatib berdim. Qanchasi o'xshadi, qanchasi o'xshamadi, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirib ketasizlar. Men hamma kommentariyada o'qib chiqaman, fikrlaringizni inobatga olaman. Bolalar, mana shu joyda sizlardan bitta iltimosim bor. Like va podpiskani bosib ketinglar. Xudo xolasa, mana shu videodan keyin 1000 ta obunachi bo'lsak, 50 ta mif lifehacklarni eng zo'r, eng ishonchli lifehacklarni men ko'rsatib beraman sizlarga. Xudo xolasa, bomba kontentlar hali oldinda. Aspro kanaliga obuna bo'ling, bizni kuzatishni davom eting.